Demak, bizni sotgan Diyor, ha? Da. Короче, u meni tanimasdan boshqa raqamlardan aloqaga chiqib, sherik bo'lish taklif qildi. Sotqin bu. Shunaqa, короче. Eshit. Ha. Men hozir boray, shef o'zi taqib qo'ymasin. Davay gaplashamiz. Bo'pti. Bilasam diyorlar. Anchadan beri bu gapni senga aytmoqchi edim. Bugun o'sha kun keldi. Esingda bo'lsa doim so'rarding. 4-odam kimniki haqida. Hozir o'sha odamni senga tanishtirmoqchiman. 4-sherigimiz Azam. O'rtog'im. Salom. Ozgina sabr qilganingda hammasi seniki bo'ladi. Afsus. Nafs sabab meni sotdi. Ha, aytgancha. Bu Azam. Bizning aytishligimiz. Bizning ishimizda ehtiyotkorlik birinchi o'rinda turadi. Har xil xabarlardan bizni ogohlantirib turadi. Shunaqa. Mayli,